Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz matbuot anjumani qatnashchilari, axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga xush kelibsiz. Bugungi matbuot anjumanimiz Abdulla Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy institutining 2024-yildagi faoliyat natijalari va 2025-yilga mo'ljallangan rejalarga bag'ishlanadi. Bugun matbuot anjumanida Abdulla Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy instituti rektori Abduvali Ismoilov hamda birinchi prorektor Zafarjon Rahmonov, prorektor Sherzod Rajabov spiker sifatida ishtirok etishyapti. Shuningdek, zalda ham mutaxassislar, mas'ullar qatnashyapti. Bugungi mavzu yuzasidan ma'lumotlar berishadi. Eslatib o'tamiz, bugungi matbuot anjumanimiz UzReport telekanali orqali to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatilyapti. Shuningdek, yurtdoshlarimiz bizni axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali ham onlayn kuzatib, savollarni yo'llashlari mumkin bo'ladi. Demak, tadbirimizni boshlaymiz. Dastlab Abdulla Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy instituti rektori Abduvali Ismoilov bugungi mavzu yuzasidan ma'lumot beradilar. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli bugungi anjuman ishtirokchilari. Berilgan fursatdan foydalanib, Abdulla Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy instituti tomonidan 2024-yilda amalga oshirilgan ishlar hamda 2025-yilga mo'ljallangan rejalar xususida fikr bildirishga ijozat bersangiz. Ta'kidlab o'tish joizki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida 2024-yil 21-iyundagi 231-sonli qarori qabul qilinib, unga ko'ra maktab ta'limi tashkilotlari, rahbar, pedagog va mutaxassis kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirishni yaxlit tizimi tashkil etildi, joriy etildi. Maktabgacha va maktab ta'lim tashkilotlari xodimlarini uchun 5 yilda bir marotaba ishdan ajralgan holda o'tkaziladigan malaka oshirish kurslari, shuningdek rahbarlar uchun malaka oshirish kurslari, menejerlik kurslari uchun joriy etilgan tadbir asosida, tartib asosida pedagog va mutaxassis kadrlar uchun variativ modullardan iborat hamda ularda zamonaviy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim dasturlari bo'yicha tashkil etilishi. Shu bilan birgalikda Prezident maktablarida o'quvchilarni o'qitish, kasb hunariga yo'naltirish, ularda tanqidiy fikrlash, axborotni izlash va tahlil qilish, olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirish bo'yicha to'plangan ilg'or tajribalarni uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimi orqali umumiy o'rta ta'lim tashkilotlariga tatbiq etilishi belgilandi. Ta'kidlash joizki, Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligining bevosita rahbarligida Abdulla Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy institutida 2024-yilda qator ishlar amalga oshirildi. Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan institutning bino va inshootlari to'liq yangidan barpo etilib, o'qituvchi va murabbiylar kuni arafasida institutga tashrifi doirasida bayram tuhfasi sifatida taqdim etilganligini ta'kidlab o'tish o'rinlidir. Institutda olib borilgan bunyodkorlik ishlari natijasida 950 o'rinli o'quv binolari, 586 o'rinli zamonaviy mehmonxona, 87 ming fonddan iborat axborot resurs markazi hamda Abdulla Avloniy nomidagi yodgorlik muzeyi barpo etildi. Video darslarni tasvirga olish imkoniyatiga ega bo'lgan Jalinga zamonaviy studiyasi ham tashkil etildi. Xalqaro PISA, PIRS, TIMS, TALIS baholash dasturlarida O'zbekiston o'quvchilarining ishtirokini ta'minlash maqsadida institut tuzilmasida xalqaro tadqiqotlar markazi, shu bilan birgalikda innovatsion faoliyatni rivojlantirish, tabiiy fanlar, muhandislik, matematika yo'nalishlaridagi fanlararo ilmiy tadqiqot va loyiha mashg'ulotlariga asoslangan zamonaviy STEM markazi ham bunyod etildi. Institut kadrlar tarkibiga to'xtaladigan bo'lsak, institut tuzilmasidagi asosiy ish tadbirliklari soni avvalgi yilga nisbatan 33 taga ortib, 118 taga yetdi. Qo'shimcha 3 ta kafedralar faoliyati yo'lga qo'yilib bo'lsak, 1160 nafar nomzod sifatida o'qiganlarning va amaldagi direktorlar 214 nafarga menejerlik sertifikatlari taqdim etildi. Pedagoglarni kadrlarini malakasini oshirish masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, demak, ta'kidlash joizki, pedagoglar kasbiy rivojlanishning uzluksizligini ta'minlash maqsadida maktablarda malaka oshirishning kasbiy rivojlanish soati, tayanch maktablarda esa kasbiy rivojlanish kuni kabi shakllari bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Kasbiy rivojlanish tadbirlari birinchi bosqichda aniq va tabiiy fanlar bo'yicha 127 nafar bosh trenerlar, 792 nafar mentor ustozlar
tayyorlandi. Hamda ularning yordamida 20.167 nafar yetakchi o'qituvchilar va 92.000 nafar fan o'qituvchilari zamonaviy yondashuvlar va metodikalarni o'rganishga qaratilgan o'quvlarga jalb etildi. Ma'lumot uchun ta'kidlab o'tishimiz kerakki, 2024-yilda jami 6553 nafar direktorlar ham an'anaviy tarzda ham malaka oshirishi yakunlangan. Qayta tayyorlash bosqichida esa mana institut tomonidan tashkil etilgan kurslarda 672 nafar tinglovchilar o'qitildi. Ilmiy tadqiqot faoliyatida ham salmoqli natijalarga erishildi. Xususan, 24-yilning o'zida 133 nafar talabgorlar, shu jumladan 13.0002 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi bo'yicha 75 nafar, 13.0007 ta'limda menejment ixtisosligi bo'yicha 30 nafar talabgorlar mustaqil izlanuvchilikka qabul qilindi hamda 28 nafar talabgorlar tayanch doktoranturaga qabul qilindi. Shuningdek, ta'limda menejment va kattalar ta'limi mutaxassisligi bo'yicha jami 31 nafar magistrlar o'qishga qabul qilinib, hozirgi kunda ular o'z o'qish faoliyatlarini olib bormoqdalar. Ta'kidlab o'tish joizki, mana institutda magistratura va doktorantura bilan birgalikda ularni kelgusidagi ilmiy tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash faoliyati ham yo'lga qo'yilgan. O'tgan vaqt davomida institut huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash faoliyati ham tubdan takomillashtirildi. Kengash a'zolari tarkibi tubdan yangilandi. Buning natijasida 6 nafar fan doktori ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiyalar muvaffaqiyatli himoya qilindi. Shuningdek, ilmiy izlanishlar natijalarini chop etishga mo'ljallangan Maktab ta'limi, muammolar, izlanishlar va yechimlar nomli ilmiy, nazariy va o'quv uslubiy jurnali faoliyati takomillashtirilib, Oliy attestatsiya komissiyasi ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritildi. Ta'kidlab o'tish joizki, yuqorida aytilgan prezident qarori doirasida institutga qo'shimcha funksiya va vakolatlar berilishi doirasida xalqaro tadqiqotlarda O'zbekiston o'qituvchilari, o'quvchilari va maktablarning ishtirokini ta'minlash bo'yicha ham qo'shimcha vazifalar yuklatilgan. Bular natijasida o'qitish va ta'lim olishni o'rganish xalqaro TALIS 2024 tadqiqoti bo'yicha treninglar tashkil etilib, 48 nafar mutaxassislar o'qitildi. Shuningdek, so'rovnoma jarayonlari 14 hududlarda tashkil etilib, unda 210 nafar maktab direktorlari va 4436 nafar o'qituvchilar ishtiroki ta'minlandi. PISA 2025 tadqiqot doirasida esa ushbu tadqiqot o'quvchilarni olgan bilimlarni amalda qo'llashga qaratilgan, savodxonligini baholashga qaratilgan dastur bo'lib, ushbu tadqiqot doirasida 3 ta treninglar tashkil etildi. Unda maktab koordinatorlarining vazifalari, test jarayonlarini tashkil etish masalalari bo'yicha ma'lumotlar va ko'nikmalar yetkazib berildi. Shuningdek, mana 2024-yil may oyida yuqorida aytilgan PISA tadqiqotining tajriba sinov jarayonlari tashkil etilib, unda 83 ta maktablarning 4518 nafar o'quvchilari ishtiroki ta'minlandi. Hozirgi kunga qadar tajriba sinov natijalari tahlil qilinib, asosiy sinov jarayonlariga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Ma'lumot uchun aytib o'tish kerakki, mana bu yil aprel va may oylarida ushbu tadqiqotning asosiy sinov jarayonlari o'tkazilishi va unda 233 ta tasodifiy tanlab olingan maktablarning ishtiroki ta'minlanishi ko'zda tutilgan. 2024-yil dekabr oyida matematika, tabiiy fanlar, o'qish savodxonligi va raqamli dunyoda o'rganish yo'nalishlari bo'yicha maqsadli o'quv kurslari tashkil etilib, unda hududiy boshqarmalar, xususan Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligining hududiy boshqarmalari va pedagogik mahorat markazlarining 93 nafar mutaxassislari maqsadli o'qitildi. Ayni hozirgi kunda yuqorida aytilgan 4 yo'nalish bo'yicha 4186 nafar o'qituvchilar uchun treninglar olib borilmoqda. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash bo'yicha xalqaro PIRLS 2026 tadqiqotida ishtirok etish to'g'risida Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi bilan ta'limdagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasi o'rtasida shartnoma imzolanishiga erishilib, ushbu shartnoma doirasida Avloniy nomidagi institutda PIRLS tadqiqotiga tayyorgarlik ishlari ham yo'lga qo'yildi. Eslatib o'tish joizki, PIRLS bu boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholashga qaratilgan dastur hisoblanadi. Shuningdek, O'zbekiston maktablari ilk marotaba ishtirok etgan TIMS 2023 tadqiqotining xalqaro hisobotini ishlab chiqishda mutaxassislar ishtiroki ta'minlandi. Uning natijalari e'lon qilinishiga erishildi. Xalqaro aloqalarga keladigan bo'lsak, institut xodimlarining 8 ta xorijiy mamlakatlarga, jumladan Avstraliya, Buyuk Britaniya, Germaniya,
Janubiy Koreya, Ozarbayjon, Rossiya, Tailand va Finlandiya davlatlariga stajirovkalari amalga oshirildi. 16 marotaba xorijiy va xalqaro tashkilotlar vakillari tashrif buyurib, hamkorlik istiqbollari muhokama qilindi hamda muhim kelishuvlarga erishildi. Jumladan, o'zaro hamkorlik qilish to'g'risidagi 9 ta memorandum imzolandi. Toshkentdagi Koreya ta'lim markazi bilan hamkorlikda 36 soatlik malaka oshirish kurslari tashkil etilib, unda 30 nafar koreys tili o'qituvchilari jalb qilindi va ularga sertifikatlar taqdim etildi. Shuningdek, Gertsen nomidagi Rossiya davlat pedagogika universiteti tomonidan inklyuziv ta'lim yo'nalishi bo'yicha 72 soatlik o'quv kurslari tashkil etilib, 140 nafar pedagoglar o'qitilishiga erishildi. Shu bilan birgalikda Toshkentdagi Fransuz alyansi bilan hamkorlikda 50 nafarga yaqin fransuz tili o'qituvchilari uchun DELF B2 imtihonlariga tayyorlash bo'yicha intensiv kurslar ham tashkil etildi. Ta'limda o'zining natijalari bilan dunyoga namuna bo'layotgan Singapur davlati bilan ham, ta'lim tashkilotlari bilan ham hamkorlik o'rnatilib, Singapurning nufuzli tashkilotlari bilan hamkorlikda muvaffaqiyatli islohotlar, yuqori natijalar shiori ostida treninglar tashkil etildi. Hamda 100 nafar direktorlar, 260 nafar pedagoglar trener sifatida tayyorlandi. Buyuk Britaniyaning Angliya Norwich ta'lim instituti bilan hamkorlik o'rnatilib, unda bir guruh mutaxassislar uchun ilg'or tajribani o'rganishga qaratilgan ta'lim safari tashkil etildi. O'quv dasturlari va o'quv uslubiy materiallarini ishlab chiqishda hozirgi kunda hamkorlik qilinmoqda. Ta'kidlab o'tish joizki, Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti 1934-yilda tashkil topgan bo'lib, o'tgan yillar davomida takomillashib, rivojlanib borgan. O'tgan 2024-yilda institutning 90 yilligi keng nishonlandi. Institutning 90 yilligiga bag'ishlab, shu Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi rahbarligida, xalqaro va xorijiy hamkorlar bilan birgalikda mahoratli o'qituvchi, millat tayanchi, uzluksiz kasbiy rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari mavzusida xalqaro ilmiy amaliy konferensiya ham tashkil etildi. Konferensiyada iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti bosh kotibining maxsus maslahatchisi, PISA tadqiqotining asoschisi Andrey Shlyaker hamda 10 dan ortiq nufuzli va xalqaro xorijiy tashkilotlarning vakillari, 200 nafardan ortiq pedagoglar va tadqiqotchilar ishtirok etdi. Institut faoliyatiga bag'ishlangan risola tayyorlanib, nashr etildi. Endi mana hurmatli anjuman ishtirokchilari, 2024-yildagi amalga oshirilgan ishlar sarhisob qilinar ekan, 25-yildagi vazifalar, 2025-yilga mo'ljallangan rejalar xususida ham to'xtalib o'tsak. Ta'kidlab o'tish joizki, mana Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 20-dekabrdagi 867-sonli qarori qabul qilinib, unga ko'ra maktabgacha va maktab ta'limi tizimidagi rahbar, pedagog va mutaxassis kadrlarni malakasini oshirish, qayta tayyorlash, bir so'z bilan aytganda, uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini tartibini belgilash bo'yicha qator me'yoriy huquqiy hujjatlar qabul qilinib, asosiy qoidalar belgilangan. Ushbu qaror doirasida Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining 2025-yil uchun malaka oshirish rejasi tasdiqlangan. Unga ko'ra, pedagoglar malakasini oshirish rejasiga ko'ra, mana 116 ming nafar, shu jumladan institutda 5411 nafar pedagoglarning malakasini oshirish rejasi belgilangan. Menejerlik kursi doirasida esa 3,5 ming nafar jami. Shundan 2000 nafar amaliy direktorlar hamda 1,5 ming nafar direktorlikka nomzodlar o'qitilishi rejalashtirilgan. Qayta tayyorlash kurslarida esa 755 nafar pedagoglar jalb etilishi ko'zda tutilgan. Kasbiy rivojlanish kuni va kasbiy rivojlanish soati tadbirlari ham davom ettirilishi mo'ljallangan bo'lib, respublika bosqichida, respublika darajasida jami 4 yo'nalishda, xususan aniq va tabiiy fanlar, boshlang'ich ta'lim, ingliz tili yo'nalishlari bo'yicha kasbiy rivojlanish tadbirlari joriy etilishi ko'zda tutilgan. Bunga esa 300 ming nafarga yaqin o'qituvchilar jalb etilishi ko'zda tutilgan. Xalqaro hamkorlik aloqalari ham kengaytirilib, UNICEF, Jahon banki, Britaniya kengashi, Singapur, iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti, ta'limdagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasi bilan hamkorlikda bir qancha loyihalar amalga oshirilishi ko'zda tutilgan va hozirgi kunda ular boshlangan. Shuningdek, PISA 2025 tadqiqoti doirasida 233 ta maktablarning 9049 nafar o'quvchilari ishtirok etishga tayyorgarlik ko'rilmoqda. PIRS 2026 xalqaro tadqiqot doirasida esa tajriba sinov jarayonlari o'tkazilib, unda
30 ta maktablarning 1350 nafar o'quvchilari, ularning ota-onalari hamda 50 nafar o'qituvchilar ishtirok etishi ko'zda tutilgan. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, mana yuqorida aytilgan tadbirlar, amalga oshirilgan vazifalar va kelgusidagi rejalar bir so'z bilan aytganda yurtimizda maktabgacha va maktab ta'limi tizimida faoliyat yuritayotgan pedagoglarning salohiyatini rivojlantirish, ular orqali esa maktablarimizda ta'lim sifatini ta'minlashga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat ma'lumotlar uchun. Endi savol-javoblarga o'tsak bo'ladi. Agar jurnalistlarimizda savol bo'lsa, marhamat, yoki ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan savollarga e'tibor qaratamiz. Menejerlik o'quv kursi yakunida belgilangan ballni to'play olmagan tinglovchilar ishdan chetlatiladimi degan savol yo'llashyapti. Marhamat, shu haqda batafsil ma'lumot bersangiz kim javob beradi? Marhamat. Rahmat savol uchun. Albatta, menejerlik kursida o'qiy olmagan, bitira olmaganlar ishdan chetlatiladimi degan savol berilgan. Ta'kidlab o'tishimiz joizki, yuqorida ham hisobotimizda aytib o'tdik. Vazirlar Mahkamasini 2023-yil 24-dekabrdagi 861-sonli qarori qabul qilinib, unga ko'ra davlat umumiy o'rta ta'lim muassasalari direktorligi nomzodlari uchun menejerlik o'quv kurslarini joriy etish belgilangan va ushbu kurslarni joriy etish bo'yicha nizom tasdiqlangan. Nizom talabiga ko'ra menejerlik kurslari 144 soat etib belgilangan bo'lsa, unda o'qigan tinglovchilar uchun o'qishga keng sharoit yaratib berish bilan birgalikda oxirida yakuniy sinovlar ham ko'zda tutilgan. Yakuniy sinovlari mana test, kes va amaliy topshiriqlar taqdimoti asosida olib borilishi ko'zda tutilgan. Unda 100 ballik tizimda baholanish ko'zda tutilgan bo'lib, 70 balldan yuqori olgan taqdirda muvaffaqiyatli yakunlagan deb hisoblanishi hamda 70 balldan yuqori olgan tinglovchilarga menejerlik sertifikatini berish ko'zda tutilgan. Shu bilan birgalikda agarki 70 balldan past natija to'plagan taqdirda, o'ta olmagan taqdirda unga yana bir marotaba qo'shimcha qayta topshirish imkoniyati berilishi ko'zda tutilgan. Bu direktorlik nomzodlari uchun kelgusi 1 yil davomida qayta topshirish imkoniyati, amaldagi direktorlar uchun esa kelgusi 2 oy davomida qayta topshirish imkoniyati berilishi ko'zda tutilgan. Mana shu qayta topshirish imkoniyatidan ham foydalana olmasdan yetarli ball to'play olmaganlar uchun belgilangan tartibda mehnat shartnomasi bekor qilinishi belgilangan. Bu o'zi kurs sertifikati qanday bir imtiyozlar beradi? Bu kurs ta'kidlab o'tishimiz kerakki, hozirgi maktab ta'limida olib borilayotgan islohotlar doirasida maktab direktori sifatida faoliyat yuritayotgan hamda kelgusida o'zini maktab direktori bo'lish istagi bor bo'lgan mutaxassislar uchun juda ham katta imkoniyatlar berilishi, imtiyozlar berilishi ko'zda tutilgan. Shulardan birini aytishimiz kerakki, menejerlik sertifikatini olib, kelgusida direktorlar kengashi suhbatidan muvaffaqiyatli o'tib, direktor etib tayinlangan taqdirda 50% miqdorida ustama haq olishi yoki direktor o'rinbosari sifatida faoliyat yuritgan taqdirda 30% miqdorida ustama haq olishi ko'zda tutilgan. Bu ustama haqlari albatta avvalambor direktorlarning faoliyatini takomillashtirish, ularning tashabbuskorligini, mas'uliyatini oshirish hamda yangiliklarga intiluvchanligini rag'batlantirishga qaratilgan bo'lsa, shu bilan birgalikda tizimga yangi kirib kelayotgan kadrlarni ham maktab ta'limidagi islohotlarga befarq bo'lmasdan ushbu islohotlarda ishtirok etish, maktab rahbari sifatida o'zi mas'uliyat olib va shu maktabning boshqaruviga yangicha innovatsion yondashuvlarni olib kirilishini rag'batlantirish ko'zda tutilgan. Institutning doktorantura yo'nalishi haqida ma'lumot so'rashyapti. Bu qabul tartibi qanday bo'ladi? Shu haqida kengroq ma'lumot so'rashyapti. Marhamat. Doktoranturaga qabul qilish tartibi bo'yicha ruxsat bersangiz, pedagogik innovatsiyalar bo'yicha prorektorimiz Sherzod Umurzoqovich javob bersalar. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy institutida 2023-yilda ilmiy darajalilar soni 15 nafarni tashkil etgan bo'lsa, 2025-yilda ilmiy darajalilar soni 21 nafarga yetgan ma'lumotlar berildi. Doktoranturaga qabul masalasida savolga javob beriladigan bo'lsa, doktoranturaga qabulimiz ikkita yo'nalishda olib boriladi. Bu birinchidan ta'lim tarbiya nazariyasi va
pedagogika nazariyasi va ta'limda menejment yo'nalishlarida 13.001, 13.007 yo'nalishlarda hozirda doktoranturamizda 147 nafar, shu jumladan 43 nafar tayanch doktorant, 104 nafar mustaqil tadqiqotchilar o'qiyapti. Doktoranturaga qabul mana shu ikkita yo'nalishda yil boshida amalga oshiriladi. Doktoranturamiz bo'yicha 6 nafar shu kungacha doktorantlarimiz o'tgan yil davomida himoya qilgan. Bu yil boshidan 2 nafar doktorant himoya qildi. 11 nafar mustaqil tadqiqotchilarimiz va doktorantlarimiz o'sha himoya arafasida turibdi. Bu yo'nalishda amalga oshirilgan ishlar shular. Rahmat. O'qituvchilar savol yo'layapti, ya'ni pedagoglarning malaka oshirish yakuniy imtihonida o'ta olmasligi toifasiga ta'sir ko'rsatadimi? Rahmat savol uchun. Bu savolga javob berish uchun eslatib o'tishimiz kerakki, malaka oshirishdagi yangiliklar to'g'risida. Chunki bevosita savollarga javob berishimiz o'sha tizimni yangi tamoyillar joriy qilinishi bilan bog'liq bo'ladi. Mana yuqorida Prezidentimizning 231-sonli qarorlari xususida gapirib o'tdik. Ushbu qarorga ko'ra, mana joriy yil 2025-yil yanvardan boshlab o'qituvchilarning malakasini oshirishning yangi tizimi 5 yilda bir marotaba joriy etilishi hamda uzluksiz davom ettirish bo'yicha kasbiy rivojlanish kunlari uni to'ldirib borishiga oid bo'lgan tizim joriy etilishi belgilangan edi. Endi hozir bu malaka oshirishni berayotgan savollarida o'sha demak 5 yilda bir marotaba tashkil etiladigan 1 oylik o'quv kursi to'g'risida gap ketyapti nazarimda. Ushbu kursda 100 soatlik dastur asosida amalga oshirish belgilangan. Unda o'qituvchilarimiz hozirgi kunda faoliyatiga zarur bo'lgan eng asosiy ko'nikma va kompetensiyalarni egallashlari ko'zda tutilgan. Shu bilan birgalikda oldingi an'anaviy malaka oshirishdan farqli ravishda yakunida baholash ham kiritildi. Baholash jarayoni ikkita bosqichda amalga oshiriladi. Unda o'qituvchilar o'sha 1 oy davomida 100 soatlik dastur doirasida olgan bilimlarini qanchalik egallaganliklarini test yordamida sinab ko'riladi. Shu bilan birgalikda pedagogik mahoratlari, unda olgan bilimlarini amalda qo'llash, sinfxonada qo'llash bo'yicha ko'nikmalarni sinash bo'yicha ham amaliy topshiriq taqdimoti ham ko'zda tutilgan. Xususan mikrodars ko'rinishida taqdimot qilish yoki loyiha ishlab chiqib loyihasini taqdimot qilish ko'rinishida amalga oshiriladi. Bunda ham 100 ballik tizimda baholanish ko'zda tutilgan. Endi mana belgilangan yuqoridagi qarorni aytdik. Vazirlar Mahkamasining 2024-yil dekabr oyidagi 867-sonli qarori qabul qilingan. Ushbu qarorga ko'ra bu malaka oshirish va qayta tayyorlash uchun, xususan uzluksiz kasbiy rivojlantirish uchun asosiy qoidalar, tartiblar belgilab qo'yilgan. Unga ko'ra o'qituvchilar malaka oshirishdan o'tishi majburiy. Agar malaka oshirishdan o'ta olmagan taqdirda kelib, o'sha 1 oylik davomida 100 soatlik dastur doirasida o'qib, agar sinovdan o'ta olmagan taqdirda kelgusida u qayta topshirishga jalb qilinishi imkoniyati beriladi. Agar qayta topshirishdan ham foydalana olmagan taqdirda keyinchalik yil davomida o'zini hisobidan kelib qayta malaka oshirishga jalb qilinishi ko'zda tutilgan. Agar bu berilgan imkoniyatlardan ham foydalanmaganda, u bilan mehnat shartnomasini bekor qilish masalasi ham ko'zda tutilgan. Demak, bir so'z bilan aytganda, oddiy so'z bilan aytganimizda, o'qituvchilarimiz malaka oshirishi majburligi belgilab qo'yilgan. Barcha malaka oshirishga kelishi keyin zarur bo'ladi va malaka oshirishi kelgusidagi faoliyatini davom ettirish uchun zaruriy omillardan biri sifatida belgilanganini ta'kidlab o'tishimiz joiz bo'ladi. Mana ma'ruzangiz davomida PISA haqida gapirdingiz. Umuman PISA tadqiqotlari qachon o'tkazilishi belgilangan? Rahmat savolingiz uchun. PISA tadqiqoti mana 2022-yilda O'zbekiston ilk marotaba ishtirok etgan edi. İlk marotaba ishtirok etgan paytda 202 ta maktab qatnashgan bo'lsa, unda 7300 nafarga yaqin o'quvchilar ishtiroki ta'minlangan edi. Mana oradan 3 yil vaqt o'tibdiki, bu tadqiqotni keyingi ikkinchi bosqichiga yetib keldik. O'zbekiston xalqaro nufuzli tadqiqotda ikkinchi marotaba ishtirok etishga kirishgan. Mana o'tgan 3 yil davomida tayyorgarlik ishlari amalga oshirilgan bo'lsa, uni materiallar tayyorlandi, o'qituvchilarning salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan tadbirlar amalga oshirildi. Endi mana joriy yilda aprel-may oylarida uni tadqiqotning asosiy sinov jarayonlari o'tkazilishi belgilangan. Bu sinovlari o'sha xalqaro tashkilot, ya'ni
iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti bilan Maktabgacha va Maktab ta'lim vazirligi o'rtasidagi imzolangan shartnoma doirasida amalga oshirilib, uni xalqaro standartlar va talablar doirasida olib boriladi. Butun dunyo mamlakatlari, xususan 91 ta davlat qatorida O'zbekiston o'quvchilari ham ishtirok etadi. Bu tadqiqotda mana 233 nafar maktablardan tasodifiy tanlab olinadigan 9049 nafarga yaqin o'quvchilar ishtirok etishi belgilangan. Unda o'quvchilarni 4 yo'nalish bo'yicha ko'nikmalari baholanadi. Xususan matematik savodxonlik, o'qish savodxonligi, tabiiy ilmiy savodxonlik hamda yangi yo'nalish sifatida raqamli dunyoda o'rganish ko'nikmalari baholanishi ko'zda tutilgan. Shu bilan birgalikda tadqiqotning ahamiyatli jihatlari shundaki, unda o'quvchilarni ta'limdagi yutuqlari bilan birgalikda, ta'lim olish natijalari bilan birgalikda ushbu ta'lim sifatini ta'minlashga ta'sir etuvchi omillar ham so'rovnomalar yordamida baholanadi. Unda o'quvchilar va maktab rahbarlari ham so'rovnomada ishtirok etishi ko'zda tutilgan. Yana doktorantlar savol kelyapti. Doktorantlar institutdagi ilmiy kengash faoliyati va tartibi to'g'risida kengroq ma'lumot berish haqida yana boyagi savolni davomi sifatida yo'llashyapti. Marhamat. Rahmat. Boyagi savolni javobi sifatida davom ettiramiz. O'sha savolning davomi bo'lyapti. Institutimizda o'sha boya ma'lumot berganimizdek doktorantura bosqichida o'sha ikkita ixtisoslik bo'yicha doktorantlar qabul qilamiz. Doktorantlar mustaqil izlanuvchilar. Shu bilan birga institut huzurida ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash mavjud. Ta'limda menejment, pedagogika nazariyasi, pedagogik ta'limotlar tarixi, ta'lim va tarbiya nazariyasi, metodika ixtisoslari bo'yicha ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash mavjud va ilmiy kengashda boya ma'lumot berganimizdek o'tgan yil davomida 6 nafar, yil boshidan beri 2 nafar va yil davomida hozirda o'sha kengashga taqdim etilgan ishlar soni 13 taga yetgan. Bu yil davomida shu ishlarning ilmiy himoyasi ko'zda tutilmoqda. Bu jarayonda avvalambor o'sha o'zimizni pedagogik mahorat milliy institutimizga ilmiy darajali kadrlar chiqarish bilan birga o'sha maktab ta'limi sohasida boshqa o'sha vazirlik tarkibidagi boshqa idoralar uchun ilmiy darajali kadrlar yetkazib berish borasida o'sha samarali mehnat davom ettirilmoqda. Rahmat. Malaka oshirish kurslari haqida yana to'xtalsak, malaka oshirish kurslari qanday tartibda tashkil qilinyapti ayni kunlarda? O'qituvchilarni jalb qilish masalasi, kurslarda o'qitish masalasi, buni tartibi va mezonlari haqida bir kengroq ma'lumot bersangiz. Rahmat. Yuqorida aytilgan ma'lumotlarga qo'shimcha ravishda aytishimiz kerakki, malaka oshirish hozir ikkita yo'nalishda, o'sha xususan 5 yilda bir marotaba kelib o'qitiladigan 100 soatlik o'quv dasturlari doirasidagi malaka oshirish, shu bilan birgalikda asosiysi kasbiy rivojlanish kuni va kasbiy rivojlanish soati tadbirlari doirasida uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimi joriy etilgan. Endi mana 100 soatlik dastur asosida aytadigan bo'lsak, mana bu yilga o'sha Maktabgacha va Maktab ta'lim vazirligini tegishli qarori, tegishli buyrug'i qabul qilinib, unga ko'ra bu yilgi butun tizimdagi o'qituvchilarning malakasini oshirish rejasi belgilangan. Shuna kelib chiqqan holda institutda ham yil davomida 5414 nafar o'qituvchilarni mana shu yangilangan dastur asosida malakasini oshirish ko'zda tutilgan. U dasturni oldingi yillardagi kurslardan farqini aytadigan bo'lsak, mana avvallari o'qituvchilarimiz 36 soatlik an'anaviy kurslarda onlayn va an'anaviy tarzda malakasi oshirilgan. Endilikda mana 100 soatga o'tkazilganligi bu narsa shu o'qituvchilarimizga o'zini sohasida, o'zini faoliyatida zarur bo'lgan eng yaxshi, eng zaruriy ko'nikmalarni egallashi, xususan pedagogik faoliyatini olib borish uchun zarur bo'lgan kompetensiyalarni egallashiga alohida e'tibor qaratilgan. Bu 100 soatlik dasturda 4 ta blokdan iborat bo'lgan o'quv rejalari ishlab chiqilgan. Ushbu 4 ta blokdan iborat bo'lgan o'quv rejalarida yana bir qo'shimcha sifatida yuqorida ham aytib o'tdikki, demak yakuniy attestatsiya ham ko'zda tutilgan. Bu o'quvlarga joriy qilinishi, jalb qilinishi o'sha vazirlikning tegishli ko'rsatmasi asosida Toshkent shahrida Abdulla Avloniy nomidagi Pedagogik mahorat milliy instituti bilan Maktabgacha va Maktab ta'lim vazirligining Toshkent shahar boshqarmasi bilan yaqindan hamkorlik amalga oshiriladi. Bunda avvalambor o'sha maktablarda malaka oshirishga jalb qilinishi zarur bo'lgan o'qituvchilar ro'yxati shakllantiriladi va reja doirasida ularning o'quvlari tashkil etiladi. Hududlarda esa
shu yuqoridagi prezident qarori bilan tashkil etilgan pedagogik mahorat markazlari faoliyat yurityapti. 13 ta pedagogik mahorat markazlarida o'sha jami bu yil davomida ham institut bilan qo'shib hisoblaganda 119 ming nafar o'qituvchilarning malakasini oshirish belgilangan. Shundan 5414 nafari institutda bo'ladigan bo'lsa, qolganlari hududiy pedagogik mahorat markazlarida amalga oshirilishi ko'zlangan. Hududlarda esa tabiiyki o'z navbatida markazlar Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligining hududiy boshqarmalari bilan yaqindan hamkorlikda o'sha malaka oshirishga o'qituvchilarni jalb qilib kelishmoqda. Misol sifatida aytishimiz mumkinki, mana bu yilda hozir mana 3 oy o'tdi. 3 oyda 954 nafar o'qituvchilar mana shu yangilangan dastur asosida malakasi oshirildi. Endi bundan tashqari aytishimiz kerakki, bu malaka oshirish 5 yilda bir marotaba bo'ladigan bo'lsa, lekin doimiy ravishda o'qituvchilarni o'zini ustida ishlab borishi, zaruriy ko'nikmalarni egallab borishi, xalqaro va xorijiy tajribalarni egallab borishi muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda. Bundan kelib chiqqan holda kasbiy rivojlanish kuni va kasbiy rivojlanish soati joriy etilib kelinayotgan bo'lsa, mana yuqorida ham aytdikki, birinchi bosqichda aniq va tabiiy fan o'qituvchilari uchun kasbiy rivojlanish tadbirlari joriy etildi. Unda o'sha xorijiy ilg'or tajriba o'rganish maqsadida Singapur davlatining mutaxassislari bilan alohida hamkorlik o'rnatildi. Bu hamkorlik doirasida birinchi navbatda o'quv trening dasturlari ishlab chiqildi, trening materiallari ishlab chiqildi hamda 127 nafar ustozlar bosh trener sifatida tayinlandi. Kelgusida mana endi tizimda katta juda ham 525 ming nafardan ortiq o'qituvchilar ushbu tizimda faoliyat yuritayotgan bo'lsa, ularning barchasiga bu ma'lumotlarni, yangicha yondashuvlarni yetkazish muhim ahamiyatga ega bo'lganligi bilan birgalikda bir murakkab jarayon hisoblanadi. Shundan kelib chiqqan holda barcha ustozlarni qamrab olish maqsadida kaskad usulida treninglar yo'lga qo'yildi. 127 nafar bosh trenerlarimiz kelgusi etapda, kelgusi bosqichda o'sha har bir tumandan belgilangan har bir fan yo'nalishi bo'yicha 400 nafardan hozirgi kunda 4 ta yo'nalish bo'yicha 1600 nafar mentor ustozlarga o'zlarining bilimlarini yetkazgan bo'lsa, ular yordamida esa mana hozir aniq va tabiiy fan bo'yicha 92 ming nafar ustozlarni mana shu tadbirlarga joriy qilishdi. Uni mazmuniga e'tibor beradigan bo'lsak, mazmuni hozirgi kunda mana 21-asr ko'nikmasi, 21-asrda zarur bo'lgan ko'nikmalar bor o'quvchilar uchun. Tanqidiy fikrlash, muammoni izlash, talqin qilish, xulosalar chiqarish va amaldagi olgan bilimlarni amalda qo'llash kabi ko'nikmalar zarur bo'lmoqda. Mana shu ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligida yangilangan darsliklar joriy etib borilmoqda. Shunday ekan, yangilanayotgan darsliklarni o'quvchilarimizga yetkazib berish bo'yicha o'qituvchilarning mahorati, malakasi muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Mana shu yuqorida aytgan kasbiy rivojlanish tadbirlarimizda aynan shu yangilanayotgan darsliklarda berilgan mazmunlarni o'quvchilarimizga yetkazib berishda o'qituvchilarimizning mahoratini oshirish, malakasini oshirish, ularni o'qitish metodikalarini yangilash ko'zda tutilgan. Tajribadan kelib chiqib aytamizki, ustozlarimiz qatnashib o'zlariga yangi ma'lumotlarni olishyapti, ko'nikmalarga ega bo'lishyapti hamda borib kasbiy rivojlanish soatlarida esa o'zlarining hamkasblariga yetkazib kelishyapti. Endi bundan kelib chiqqan holda hozir oldimizda yana bir qator vazifalar turibdi. Buni boshlanishda o'sha amaliy tartibda barcha o'sha Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligining bevosita rahbarligida, shuningdek Avloniy nomidagi institut aytishimiz kerakki, kasbiy rivojlanish tadbirlari bo'yicha, xususan pedagoglarni kasbiy rivojlantirish bo'yicha bosh institut qilib belgilanganligi natijasida shu o'qituvchilarga mana shu tadbirlar joriy qilinib kelayotgan bo'lsa, endilikda kelgusi qadamlarda buni tizimni raqamlashtirishni rivojlantirish, o'qituvchilarni shu kasbiy rivojlanish tadbirlariga jalb qilinishini doimiy avtomatik ravishda tahlil qilib borish, ularning natijalarini va dinamikasini ko'rib borish, ishtirok etishini tahlil qilib borish va kabi vazifalar raqamlashtirilishi ko'zda tutilgan. Mana keyingi yillarda guvoh bo'lyapmizki, mamlakatimizda ta'lim sohasida juda katta islohotlar amalga oshirilyapti. Ta'lim sifati kundan kunga oshib borayotganligiga guvoh bo'lyapmiz va buning tub zamirida albatta o'qituvchilarning malakasini, bilimining oshirilayotganligi va mana shunday kurslarning tashkil qilinayotganligi muhim o'rin tutyapti va mana shu tizimda ham keyingi yillarda juda katta bir tub islohotlar bo'layotganligiga guvoh bo'lyapmiz va bular haqida yana suhbatlashamiz. Bugungi tadbirimiz uchun ajratilgan vaqt yakuniga yetib boryapti. Spikerlarimizga, barcha ishtirokchilarga minnatdorlik bildiramiz. Yana bir bor xush kelibsiz. Keyingi tadbirlarda ko'rishguncha. Rahmat hammaga.